piyalani noto'g'ri qo'ygani ham ko'zingizga ayb bo'lib ko'rinadi. Majburlab uylantiradigan ota-onalar ham bor-da. Ya'ni u yigitlarni ham shunaqa qilayotganlar bor. Xo'p, ularga qanaqadir choralar bormi? Nimalar bor choralar bo'lsa? Avvalo nikoh yoshiga yetmasdan turib turmush qurishga javobgarlik bor. Ya'ni hozir oxirgi paytlarda 17 yoshli qizini berib yuboradi, 14 yoshlikni unashtirib, bir balolar qilgan videolar tarqab yuribdi-ku. Nikoh yoshi yigit uchun ham, qiz uchun ham 18 yosh belgilangan. 18 yoshga yetmasdan turib nikoh tuzishlik bu уже o'shalarni ota-onasiga nisbatan javobgarlik belgilashga sabab bo'ladi. Bu birinchisi. Endi majburlashga kelsak, bu uchun jinoiy javobgarlik bor. Ya'ni Jinoyat kodeksining 136-moddasiga asosan, agar o'g'lini majburlab uylantirsa, qizini majburlab turmushga bersa, bu uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravaridan ortiq jarima va 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi mumkin. Arz qilishi o'zi yetadi. Ya'ni meni majburlab turmushga berishmoqchi yoki meni majburlab uylantirishmoqchi. Kimlardir orqali shu majburlaganlik holatlari fakti tasdiqlansa, bo'ldi, javobgarlik belgilanishiga asos bo'ladi. O'zini farzandini unaqa majburlash mumkin emas. Chunki qarangda, nikoh bu oila qurish, bu huquq, bu majburiyat emas. Ya'ni biz oila qurishga huquqimiz bor va bu huquqni o'zimiz faqat qila olamiz. Kimdir buni majburlab emas. Jamiyatda yaxshi namunali yashash uchun oila qurib, farzand qilishlik bu yaxshi holat, ya'ni namunali holat. Lekin bu ikki tomon roziligi asosida bo'lishi shart. Har bitta fuqaro konstitutsiya tomonidan himoyalangan. O'zini xohish irodasini o'zi ifoda etishga, o'zini xohish irodasini o'zi xohlaganchalik ifoda etishga huquqli qilib belgilangan. Ota-onalar endi yomonlik ravo ko'rmaydi farzandiga deymiz. Baribir farzandi ham o'zini xohishi bor, o'zini ko'ngli bor. Qanchadan qancha nikohlar o'sha ko'ngilsizlikdan buzilib ketadi. Qanchadan qancha nikohlar ota-onani orzusiga qurilganligi uchun buzilib ketadi. Men aytkim keladi o'zimdan kichkinalar qizlar masalan maslahatga yigitlarga. Siz turmush qurishingizdan oldin bitta narsani tasavvur qiling. Siz bir umr o'sha odam bilan hamma mavzuda gaplashadigan, hamma dardingizni aytadigan, har qanaqa mavzuda maslahatlasha oladigan va zerikmaydigan bo'lib yashay olasizmi? Bir umr. Umr uzoq. Agar yashay olaman desangiz, unda turmush quring. Siz 2 kunda undan zeriksangiz, keyin bahona chiqaveradi-da. Chiqaveradi bahona. Oddiy o'rtada mehr bo'lmasa-chi, piyalani noto'g'ri qo'ygani ham ko'zingizga ayb bo'lib ko'rinadi. Turmush qurishdagi holatlarni bartaraf etishda deylik, masalan, sizni majburlashyapti. Nima qonuniy yo'l chora ko'rishim kerak degan savollarda bemalol murojaat qilishsin. Qo'ldan kelgancha maslahatim beraman.